Assalomu alaykum Dilala cho'chaklarni yoqtirib anglab kelayotgan umoqlarim, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men sizlarga Yaponiya cho'chki talaysiz baturni aytib beray. Yaponiya cho'chki talaysiz batur. Burunning burunusida Ritang ismli bir askar o'tgan ekan. U nihoyatda batur ekan. Biroq o'z qatnashgan urushlarning to'lisida uning qo'shini o'ngsizlik uchirgan ekan. Shunga kishilar Ritang bizga shumliqdan boshqa elib kelmaydi, uni ishlatganlarni cho'qim nasbasudo deb qaraydi ekan. Hech kim uni ishlatishni xohlamaydi ekan. Kishilarning so'g'uq muomalasiga uchrab chatga qilgan Ritang nihoyatda tezla bir qoqsinam namratga aylanib, ashtoq yashaydigan odamga aylanib qopdi. Ritang taqdirga tan berib yashashni xohlamabdi. "Men ishni boshdan boshlashim kerak. Meni hech kim tonimaydigan bir joyga borsam, u yerda menga ish topilib qolishi mumkin", deb o'ylabdi. Ritang qilish, o'qya va 3 tonna o'qini elib safarga chiqibdi. Manga u bir ko'lning bo'yiga yetib keldi. Bu ko'l nihoyatda cho'ng ekan. Ko'lga silingan bir ko'rik bor ekan. Bir ajdaho ko'rikning ustida so'zilib yetib uxlayotgan ekan. Ko'rikda to'g'risiga yetib olgan qo'rqinchli ajdahoni ko'rganida Ritangni vahima besibdi. Qo'rqinchdan butun vujudi ixtiyorsiz jug'ultab ketibdi. U orqaga yanmoqchi. Bu qitimqi safardan yoltiyib bo'pti. Biroq necha vaqtdan beri boshdan o'tkazgan ig'ir kunlarni o'ylab, "Undaq yashavergandan ko'ra, yaxshi kunlarga erishish uchun xatarga tavakkul qilib o'lgunim yaxshi emasmi? Bu ajdahodan qo'rqib, safardan to'xtab qolsam bo'lmaydi", deb o'ylabdi. Shuning bilan u putining uchida dastlab ajdahoning ustidan atlab o'tibdi. Uning taliga ajdaho uyg'onmabdi. Ritang safarni davomlashtiribdi. Biroq ko'rikdan ancha uzoqlashmay, orqa tarafdan bir kimning to'lg'inini anglab qopdi. "Ha, yaxshimisan, askar?" Ritang orqaga burilib qarabdi-yu, qattiq cho'chigan holda turib qopdi. Chunki baya ajdaho uxlab yotgan joyda bir er kishi turg'udak. "Men bir botir askarni izlab tepish qo'ydi yuratdim", debdi hiliqi odam. "Shunga men biror odamning kelganini ko'rgan hamon ajdahoga aylanib, uxlagan bo'lib ko'rikda to'g'risiga yetib olaman. Sen mushu chaqcha mening ustimdan otlab o'tishga jur'at qilgan birdan bir odam. Aytqina, isming nima?" "Ismim Ritang, seningchu?" debdi Ritang. "Men mushu elning podshohi", debdi hiliq odam ko'lni ko'rsatib turib. "Ko'lning tagida alomat katta bir shahar bor. Uning atrofi bir xrustal shar bilan o'roqliq. Fuqarolarim u yerda baxtli turmushga jo'ratdi. Lekin yaqinda bir yovuz ajdaho paydo bo'lib qoldi. Shuningdan bu ham bizga oromchilik bo'lmadi. Shunga men bu ajdahoni yo'qotalaydigan bir botir askarni izlab yurayotgan edim." Ritang uning maqsadini tushunib yetibdi. "Lekin oliylari, kishilar meni talaysiz odam, boshqalarga shumliqdan boshqa narsa elib kelmaydi deyishidi." "Yo'q, men undaq deb qaramayman", debdi podshoh zo'r ishonch bilan. "Sening qopda yuraging borligini, o'limdan qo'rqmaydiganligingni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sen rostila botir askar ekansan. Sen cho'qim bizni ajdahoning zulmidan qutqiza olaysan." Podshohning ishonch bilan aytgan so'zi Ritangga madad bo'pti. U podshohga agishib, uning ko'l ostidagi podshohligiga beribdi. Podshoh uningga katta ziyofat beribdi va vahshiy ajdahoga qandoq taqobil turish to'g'risida maslahatlashibdi. "Oliylari, mening boshqa talabim yo'q. Menga 3 ta zaharli yo o'qi bergaylar", debdi Ritang. Ritang shu gapni qilayotganda tuyuqsiz yangragan qo'rqinchli nari sadosidan o'rdi ichi larziga kapdi. "Ajdaho kelyapti, tez qochayli", deb to'lishibdi kishilar o'zlarini taraf-tarafga etib. Ritang o'xyasini elib ko'lning tagidan suv yuziga chiqibdi-da, ko'rikka kapdi. Qarasa, g'oyat cho'ng bir ajdaho og'zidan o't yolqin purkagunicha bu yoqqa qarab ushqandek kelyapti. Ritang huduqmabdi, orqaga yanmabdi. U ajdahoning yuragini challab, kaynidan 2 tal o'q etibdi. O'qlarning ikkisila ajdahoning yuragiga tegibdi.
Biroq u hech nima bo'lmagandek Ritanga qarab etilib kelaveribdi. Amdi orom bir tolya o'qi qoldi. Agar bumi kor qilmasa qandoq qilib? Tuyuqsiz odamning shulgiyi ajdihoni zaharlab o'ldiradi degan so'z Ritaning yodiga keldi. Shuning bilan u barmoqini og'ziga tiqib namdabdi. Ondan barmoqini ya o'qining uchiga takkizib uni namdabdi-da, o'qiyani batlab ajdihoning yuragiga qaratib etibdi. Mau karomatni ko'ring. Ajdiho yana bir necha qadam oldiga mengibdi-yu, yiqilib tushib, jinidan juda bo'ldi. Ajdihoning o'lganligidan xabar topgan puhralar taraf-tarafdan yugurishib kelib Ritani maqtashibdi. Ular yana Ritanga nurg'un sovg'atlarni taqdim qildi va "Ey botir askar, sana ko'pdan ko'p rahmat. Sen bizning ulug' nijotkorimiz" deyishibdi. Ritangmu o'zining ajdihoni yo'qotib qolmay, kosh talay ustidan g'alaba qilganligini tushunib yetibdi. O'maqlarim, cho'chakdagi askar Ritang aql-parasti va botirligiga tayinib, g'oyat cho'ng bir ajdihoni jinidan judo qildi-ya. Bizmi Ritangning aqlliqligi va botirligini o'zimizga ulgu qilib, qaysar, hech nimadan qo'rqmaydigan, aql-parasatlik, botir bola bo'laylikmi? Kash bo'lib ketibdi. Bugun baldir uxlanglar. Tatli tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.